Aldanma. Hayotingdan qimmat narsa yo'q. Inson savdosi inson qadriyatini oyoq osti qilish, Erkinlikni yo'qotishdir. dunyo bo'yicha aniqlangan qurbonlarning 61% ayol va qizlar. Ko'pchiligi jinsiy ekspluatatsiyaga duch keladi. O'zbekistonda ham muammo jiddiy. 2024-yilda 242 nafar inson odam savdosi qurboni sifatida aniqlangan. Shulardan 150 nafari ayol, 24 nafari bola. Jinoyatchilar uchun jazo kuchaytirildi. Hujjatni soxtalashtirish yoki qurbonni majburlash 5-10 yilgacha qamoq bilan jazolanadi. Og'ir oqibatlarda esa 10-15 yil. yurtimizdan chet elga ish topish umidi bilan chiqqan ayollar va qizlar hujjatsiz va ishonchsiz joyda aldanib qolishadi. Shu bois rasmiy manbalar orqali tekshirish, hujjatingizni himoya qilish, ishonchni hayotingizdan ustun qo'ymaslik zarur. Ogoh bo'ling. Aldov yo'li fohishalikka yoki majburiy xizmatga yetaklaydi. Aldanma. Orzular ham ba'zan tuzoq bo'ladi. Jamiyatning har bir a'zosi ogoh bo'lib, Atrofdagi xavfni ko'rishi muhim.